Assalomu alaykum azizlar. Mana bugun rejalashtirayotgan operatsiyamiz 69 yoshli bemorimiz viloyatdan kelgan, Samarqand viloyatidan. Bemorimizda qaytalangan, ya'ni retsidiv ixinokokkoz, jigar ixinokokkoz kasalligi. Bemorimiz bir necha yil oldin Samarqandda traditsion usulda, ya'ni kesish usulida operatsiya o'tkazgan. Operatsiyadan keyin bemorimizda jarohatning ikkilamchi bitishi, ya'ni jarohatning yiringlashishi hamda operatsiyadan keyingi qorin oldingi devorida ko'p kameralik uchuralar paydo bo'lganligi uchun bemorimiz traditsion usulda, ya'ni kesish yo'li bilan operatsiyani xohlamasdan bizga laparoskopik usulda operatsiya qilishimizni xohlab kelishgan. Ruslan xola, qanaqa o'tdi operatsiyalar? Yaxshi o'tdi. Bir hushimga kelganman-da. Bir qarasam joyimda yotgan ekanman. Yaxshi, rahmat doktorlarga bariga, qizlarga ham. Hammalaringizga rahmat, sog' salomat bo'linglar. Mana kampirim Safarov hisobida olib keldim. O'tgan yil Samarqandda davolanuvdi, yaxshi bo'lmagan ekan. Mana operatsiya qilishdi. A'lo darajada bo'ldi. Operatsiyasi yaxshi, o'zini yaxshi his qilyapti. Alloh taolo doktorlar bunga javob beryapti. Barcha mediklarga, medsestralarga, vrachlarga hammasiga rahmat. Sog' bo'lsin, qo'llari dard ko'rmasin, ishlaganlari oltin bo'lsin, qilganlari so'y bo'lsin, qilgani to'y bo'lsin.